Zavoddan arzon sotib sizga nima naf, Rahmonjon aka? Xalq maza qilsin. Bo'lsa xalqimizga bo'lsin. Bosinglar do'stlar. Krekerni narxini sindiraman dedim, sindirdimmi? Damozni narxini sindiraman dedim, sindirdimmi? 12 ta 25 million kamiga qo'ydimmi? Endi navbat Cobultga keldi. Rahmonjon aka, qani narxlarni bir sindiring, xalq mazza qilsin aka. Davlat bahosi 155 million 300 ming so'm. Shunaqami? Shunday. 155 million demaymiz jigarlar. 154,5 million ham demaymiz. Xalq kasulvarni qo'yib keldi. Bo'lsin, zavodning narxidan 1,5 million kamiga 154 million so'mdan Midnight avtomashinalarimizni rasprodaja e'lon qiladi. Akam, Lider Avto City. bundan sizga nima foyda? Nima? Xalqimizga bo'lsin, bo'lsa xalqqa bo'lsin. Bitta like bosib qo'ying jigar, Cobalt olaman degan do'stlarga yuborib qo'ying. Respublika bo'yicha viza aqli etmaydi hech kimni. 154 milliondan 1,5 million zavodning narxidan kamiga qo'yishga bormi zo'ri? Chiqsin vizib qilib. 60 ta Cobalt xalqimizga. Bilganlar biladi, bilmaganlar o'zi biladi. Gap yo'q.